Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston hududida necha kun yomg'ir yog'ishi ma'lum qilindi. Ehtiyot choralarini ko'rishni unutmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 4-oktyabr kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-12 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja salqin bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja salqin, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja salqin, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.